Buyurun, görüp bakayım. Mama, kent başlığının uyu. O'sha yezni Alloh seviyaga yetdi deb anglab kelibdim. Undaqa emas taqlamdi nima? Ba'zi dehqonlar o'rin. Qaranglar. O Ekber o. Ha, shu. Shu. Pokistonlikdek yasnabapti o. Nim bo'lib olgandi o? Shundaymi? Endi o Pokistonlik bo'lib olib, koni gilam og'ili kelmaganda, ha? Bizdan oyda bir koni gilam bor. Aldab setib etamdiq ya. Bizdan oyda bir koni shirdoq botdi, shuni setib etamdiq ya. Onu mu deymiz, bunu mu deymiz? O kitapni jiq o'qigan nima? Anlasam, yaqinda shaharga berib kelibdi. Cho'qim bir ishni tavritib keldimi-ki? To'g'ri. Uning bizga salom qilmay o'tib ketganni. Buningdan keyin uning zitiq tegadigan gap qilishdan hazar aylasak bo'ldi. Balam, nega mandın? Man qara balam, şəhərgin berib gəldin, dəmnimi obdan ilib aldın. Hazır dehqonchilikning yaman aldirash vaqti. Dadangga yordamlashib bersan bo'pti kenchinim balam. Apa, şəhərdə mən hamma başlıqlarla görüşdüm. Ular gelib meni kent başlığı saylaydigan bo'ldi. Meni hamma adam qo'llab olsa, sen o'ltirilib ushaq so'zlayverdi ekansan. Uning ustiga men xalq bilan aralashmasam, xalqning orasiga cho'kmasam, men qandaqmi yaxshi rahbariy kadr bo'la olmayman deyman. Mushunchalik qoidani tushunmaydi ekansan apa. Ay, bu topunu sorup oturaverdi ekansan apa. Biz vaqo'mi shaharda pakiz kelib ko'rib qopdik. Ben top sorup o'tdag'icha, sen men o'qiyamagandan oliy maktabda sen bo'lsang o'qisang olmamdi, ha? Voy jinim balam, men qirib qolgan vaqtimda qandoq o'qiyman? Ay apa, bu o'g'inish degan bag'o yosh qirg'i baqmaydi. O'g'inish, yana o'g'inish degan gapni anglamadim. Bu gapni kim degan bilamsan? Voy tangay balam, mushu mahallada gap topadiganlar yamanjiq shulardan birisi degandi, ha? Ay apa, buni bag'o mahaldagi gap topadiganlar degan gap emas. Bu gapni ulug' doimiz va ustozimiz Lelin degan gap. Lelin dedi degan. Sana bu gapni qachon degan bo'g'idi? Apa, bu gapni Lelin menga demagan. Lelinning gapini bizning o'qituvchimiz deb bergan. Men ketdimsa? Mundaq degan. Ya Allah. Balam, baldiroq qaytib kelgin, ha? Men shahardagi boshliqlarning ishxonasiga borib, usibla kiraverdim. Ular mening dona gaplarimni anglab, og'izlari
hinda ichilib qoldi. Yılqı başlıqlarçı meni merdane, yüreklik yigitkensiz dedi. Yani ular bu meseleni derhal çın tutup siz hal qilamiz. Siz xotirjam bo'ling. Biz sizdek yigitga muhtoj dedi. Haras, yılqı başlıqlarçı texi meni kent başlık qilishdan sirt gazetlarda tashviq qildigan bo'ldi. Bu degan o'tni holam. Kent başlığını ko'rdigan kunichi texi oldida umu mansibidan qoldirildi. Bundan sizlar hammanglar xabar topgansizlar, ha? Ma o ko'zoynakni bog'u shahardagi yilqi boshliq berdi. Bunda u qarasa xatni yo'qon ko'rsatdi ekan. Ma tavuzni yemsizlar ya bo'ldimi? Bo'lmasa men buni anamga ag'ach ketay. Emsi men ketdim, ha? Xo'sh. Bo'ldi. Uzatmanglar. Qap qilinglar. Men ketdim. Xo'sh. Voy, quruq gap anglab o'tirgandan ishimni qilaychi. O'ltira. Avvalgi kitobni jiq o'qigan. Bundan keyin uning oldida qalaymaqan so'zimsak o'qdek juma. O'tganda uni masjidda urib qo'yibdik. Agar u kent boshliq bo'lib qolsa, bundan keyin uning tishiga tegmayli juma balla, ha? Qanda dedi. To'g'ri. Uning tishiga tegmayli. Men olay. Qo'rqdingmi? Akalar, astaroq tutar, sizga ketmasin. Astaroq. Aka, sapog'idan qo'y. Sapog'idan. Mana. Ajib o'xshabdi. Hay, mantda. Ola. Aka. Qizlar, qaranglar, Akbar kelyotidi. Akbarmi? Voy, rostgan. Akbar. Qaranglar, o'sha kirib ajib boshqa chiqibdi. Uni chaqirib gapirsammi? Mashaq qilaylik. Chaqiranglar. Boqaylar, u nim deydi ekan. Men chaqiraylar. Sen chaqir. Akbar. Yaxshimisiz? Akbar, anglasak shaharga berib kelsiz. Shaharda qanday yangiliklar bor ekan? Anlap bakaylar. Şehirde okuranglar. Yenilik bek çıkın 8 binalar var ekan. Bizim bu yerdagilar unda öyle yok ekan. Ularning hammasini hayli madaniyatlik, pakiz yuradi ekan. Sizlarmi cho'qim pakiz, madaniyatli bo'linglar. Nima deganlar? Shu chaqda yaxshi odam bo'lasizlar. Menga o'xshash bo'lasizlar. Akbar, Shaharda qizlar chiroyli ekan, lekin ba'zilari yana sizlarga yetmaydi ekan. Ba'zi qizlar grim qildi o'xtab yuziga boshqa odamning suratini chizib, ba'zi aynakdan o'zini taniyolmay opisini so'raydi ekan. Bo'ldi. Rahmat. Shaharning yo'llarida bunday eriq yo'qdi. Voy, Akbar. Avaylab baqmayman. Sizga nima bo'ldi, dadasi? Akbar degan sarang pichoq tiqib. Nindaylar? Pichoq xotin. Sap-saq turmamdilar. Uyqularni uxlaslar, odamni qo'rqitmaydi. Tushimganda. Tushimganda.
Hey xotin. Boş Akbar degan sarang igizbas so'zlab meni bir nima qilyapmasa? Xo'sh, u sarangning qo'lidan nemish keladi? O'g'o shu. Shundaq bo'lsa-mu ehtiyot qilgan tuzuk. Sizning biror til tutuqlari yo'qdi? Uyqularini uxlasizlar. O'g'o shu. Kent başlığı cacısını yedi. Ben kaçan açmışlar şuraya yürüyemem. Ben hocam kent başlığı saylamaydı. Tamam. Çiğnet bırangdar hayat her koyga saldı bendini. Çiğnet bırangdar hayat her koyga saldı bendini. Bazıda sultan bulur, bazıda kaydım kendini. Ne ekmadın? Oturuşka. Bazıda sultan Sen kaçangıcı oturuşka kopuşka deyip sürüyüverse, he? bazıda kaydım Oturuş kopuştan başkını bilmemse, şunun ornuna kitap okusan, bilim alsan olmamdı. Hey, sen bir oylap bakına, hazır kaygice kaysı bir sazende bayop ötep bakın. Hey! Tutsana eke değil mi? Eke! Bak tutsana eke de otu be! Hey! Oturuşka var. Eke değil mi? Ondan oldu mu? Hem de çöle. Sara. İgizbas yorgular çaptı etim mucellede mandım kademde portlaşır kalbim uzakta beygide mandım kademde portlaşır kalbim uzakta beygide buldum ikimde baktım bozdum okşar sayrıdı buldum ikimde baktım bozdum okşar sayrıdı adil taraza el digen donni samandın ayırdı adil taraza el digen donni samandın ayırdı adil taraza el digen donni